Sifatli zamonaviy santexnika xizmatlari qanaqa bo'ladi degan mijozlarimizga xo'p, imkon qadar obzor qilib beramiz. Obyektimiz Toshkent shahrida cho'quv pol montajiga ahamiyat beramiz. Bundan tashqari bu xonamizda panelli radiator ham bo'ladi. Mana udinitilni qo'yib, vixtlarini chiqarib fiksatsiya qilib ketilgan. Sababi post remont radiator shundoq один к одному tushish uchun 1:1 deydi-ku. Montajlarimizga bitta ahamiyat beramiz. Guli-guliga, yo'li-yo'liga har doimgidek. Eng qizig'i tejamkor maxsus texnologiya asosida bo'lyapti cho'quv pol montajlarimiz. Kollektorlarni joylashishiga bitta ahamiyat beramiz. Undan tashqari bu yerga hozircha churnovoy variantda yozib qo'yganmiz ketgan metrajlarni. Podacha obratkalarimiz qizil-ko'kda, kollektorlarimiz noodatiy. Hop, termometrlarimiz bor, udinitel qo'yilgan. Vixtlarimiz to'g'ri chiqish uchun imkon qadar harakat qilingan. Bu yoq tomonda visokotemperaturniy rejimda, ya'ni radiator konturlarimizga kollektorni sistema qilganmiz. Bu yerda ham mana to'g'ri chiqishiga ahamiyat berganmiz. O'rtaga udinitel qo'yilgan. Sifatli zamonaviy tejamkor santexnika xizmatlari. Zal qismida hozir cho'quv pol montajlari amalga oshirilgan. Undan tashqari mana radiatorlarni qo'ydik. Buni yechib olib tashlaymiz. Remontdan keyin taqib beramiz.